Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz bugun Toshkentdamiz. Toshkentdan salom. Toshkentdagi quraylarni baqtlarning birindamiz. 10 yoshdagi baq, bu yerda Limba, Lapins, shunday bu yerda Sitariana, Sweet sortlarning bardıq sortlari ras baqtlarda ko'rib жүрөбүz. Bu yerda 10 yillik KGB formasındagi baqtar ekan. Buna bu yerda skina gilaslar ekan. Bunda hozir kunning isig'anına байланыштуу baqilib mashintib kavlin chachib boshlabdirlar. Baqlarda ko'rib жүрөбүz. Bu yerda 35 gektar yer. Gilas baq tamchilatib sug'oriladi. Bu yıl soğuk olganın esebine bu yıl baqtarda mömө az болып тұр. Friskonu Bizde frisko вообще janşaq verirdi da. Ana. Yanşaq ali. Frisko. Biz KGB qildik. Frisko bağı. Yanşaqlar juda beri orada da. Kimlikki hozir oyunu yanşaq ko'p ketdi. İspan bichadagi 3 yıllık nimasi yaxshi ekan. Ha, KGB qildinglar. KGB men o'zimizdan o'tdim, o'tdi-da. So'g'ib bo'ldi tilada. Ha, Urdi. Kesish kerak. kesish kerak. Unda KGB'ni kesish kerak vaqtda. Yana 3 yil tutadilar. Ha, ispan bitasida shoxi. Menimcha qoldirib ketadi, shox beradi. Ha, oson siyraklashtiramiz. Serilashtirish emas? Yo'q, shox chiqadi. Menimdan kesasiz. Bu o'si borgi. Siz aytganchalik sovuq bizda bo'lmadi men bu Ya dishlarda. endi men o'zimizga sizlarda bo'ladi. ta'sir men sizlarga endi Sen bu daraxtni ushi sovuq urdi. Daraxtni. daraxtni urdi, kesdinglar tigidan. Tigidan kesdinglar? Yo'q. Bizda ba'zi navlarda shoxi o'sishida ham hammasini sovuq urib ketdi. Ha, ba'zilarini mevasini sovuq urdi, xolos. Hozir biz kerbovka bilan perlarni uryapmiz zo'r. Ha, kerbovka bo'larsa perlarni. Ha, ya bu zo'r, birdan shunday qo'yib Bu kesib, vaqt o'tkazishga qaraganda bu tayyor shoxni kerbovka qilib darrov o'tib ketgan eng zo'r ekan-da. Ha, bizda o'zi mamda anaqasi ham qolmadi-da bizda. Ha, bizda o'sish yo'nalishini yo'qotib olgan ekanda bu. Kimga